5 kunda 20-25 gramm atrofida suyuqlik so'rilib qoldi. Demak, organizmingiz o'zi harakat qilyapti. So'rilish jarayoniga befarq bo'lmayapti. Xo'p, bemorimiz 60 yosh, bizga 5 kun burun tizza bo'g'imi, o'ng tizza bo'g'imidagi shish, og'riq, harakat cheklanishi, oqsoqlanib yurish qiyinligiga murojaat qilib kelgan. UZI tekshiruvida bo'g'imda 90-95 ml atrofida bo'g'imda erkin patologik suyuqlik aniqlangan. Bo'g'imdagi erkin patologik suyuqlikni bo'g'imdan ozod etish maqsadida aseptik sharoitda bo'g'imni punksiya qilganmiz. Bo'g'imdagi suyuqlikning ob'yomi konsentratsiyasi quyuqlashib qolganligi uchun bo'g'imdan erkin suyuqlikni olish imkoni bo'lmagan. Shunga asoslanib bu bo'g'im ichida sinovial suyuqlikni so'riltirish uchun bo'g'imga antibiotik, so'riltiruvchi terapiya, yallig'lanishga qarshi preparatlari qarab, bemorga ambulator davo tavsiya qilganmiz. Hozir dinamikada bugungi UZI holatida tizza bo'g'imdagi patologik suyuqlikning miqdori 70 grammga kamayganligi aniqlanyapti. Nisbatan oyoqdagi og'riqlar kamaygan, tonus kamaygan. Faqat yuravermaslik holati, og'riq holati hali saqlanib turibdi. Tuzalmas dardbas. Mana 5 kunda 20-25 gramm atrofida suyuqlik so'rilib qoldi. Demak, organizmingiz o'zi harakat qilyapti. So'rilish jarayoniga befarq bo'lmayapti. Kasallikka kurashayotgani belgisi. Shunaqa holatlar ham bo'ladi. O'sha 90-70 grammni bir haftada qayta tekshirsa, o'shanda o'zgarishsiz turgan holatlar bo'ladi. Unda iloji yo'q, gematomani yoki sinovitni olib tashlashga operatsiya qilinadigan holatlar bo'ladi. Sizda ijobiy tomonga, siljish yaxshi tomonga o'zgarish bo'lyapti. Xudo xolasa litsenziyani davom ettiraveramiz.